Assalomu alaykum. Bugun futbol muxlislarini hayajonga soladigan super bahs bo'lib o'tadi. Amaldagi jahon chempioni Argentina, kuchli Angliya terma jamoalari final yo'llanmasi uchun maydonga tushadi. O'yin 2026-yil 15-iyul soat 23:00 da boshlanadi. Messi boshchiligidagi Argentina, keyin hamda Bellingham yetakchiligidagi Angliya o'rtasidagi ushbu tarixiy to'qnashuv g'olib jamoa finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Kim final yo'llanmasini qo'lga kiritadi? Buni bugungi murosasiz bahs hal qiladi. Sizning taxminingiz qanday? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar, o'yin tahlillari va tezkor videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Jasur Nur YouTube kanaliga albatta obuna bo'ling. Videoga like bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim.